Bugun sizlar bilan boshqacha yo'nalishda pul topamiz. Ertalabdan toychoni qizdirib, sahar 9 da ko'chaga chiqamiz. Ertalabdan zo'rg'alatdan turdim. Afsuski yana Barselona Chempionlar Ligasidan chiqib ketdi. Labo minib kuniga qancha topsa bo'ladi? Video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Oxirida aytaman. Soat 11 bo'ldi. Hali ham bir tiyin topganim yo'q. O'tirib, yurib, video ko'rib zerikdim. Va nihoyat soat 2 da zakaz tushdi. Yoqubovdan. Yoqubovlar bormi? Ko'nglingizdan chiqarib beravering degandim, 22 ming so'm pul berdi. Soat ham 4 bo'ldi. O'tirsam bir qiz kelib, Teshtoshdan Paxtabodga haliderlik olib kelish kerak dedi. Xo'p dedimda yana yo'lga chiqdim. Uyg'urliklar bormi? Shu joyda menga podpiska bosib qo'ying. Bu hafta 2000 ta bo'lishim kerak. Uyga borsak, oyisi haliderlikni berib yuborgan ekan. Hijolat bo'lib, nech pul beray dedi. Ko'nglingizdan chiqarib beravering desam, 100 ming so'm berdi. Jami 122 ming so'm pul topdim. Xudo xolisa ertaga ko'proq topaman.